Uyumlarning ishlari qandaroq bo'ldi? Shu opa, ön Yevropaç bizeyli deyishgan. Biroqmuş gilam kichik, parda, televizor to'latqularga hog'ich pul ketirgan ha. Paratqo 100 ming qo'yda qarz oldi og'aylardan. Biroq o pulmi yetmaydi ekan. Canım balam. Uy saramjonlari oz pul bilan uyga kirmaydi. Shu opa. Paratmo ancha-muncha qo'shimcha kasb bilan shug'ullanyapti. Menmi shanba-shanba oramamay ishlayapman. Mashinaning qarz pul tugaganmi ya? Mashinaning texi bor, uyning bor. Bunda cho'ngchilik bilan uy tutsanglar. Buningdan keyin qanday qilasizlar bolalarim? Xotirjam bo'linglar opa. Biz sizlarga hech qachon eg'ichiligimizni sanmaymiz. Bu kunlar o'tib ketdi. Qizim. Yoram kuzdir. Ma'qul dedi. Shu opa. Bizning uyga kirganlar, "Voh, ma uyga jab bir chiroyli deb chiqkasiga" deb orzu qildi ekanman shu. Hey qizim. Odam degan o'z uchun yashash kerak. Haq uchun emas. Yo'q dada. Mush men bilan bastishayotgan, meni ko'rolmayotgan osh do'stlarim uchun o'zimning qandoqligini bir bildirib qo'yay deyapman shu. Baslishish to'g'ri kelsa, har kim o'zining niyatining qanchalik to'g'ri ekanligi tarafdan baslashsin. Pinxonlarda qilgan yaxshiliklarda baslashsin bolam. Dadam oddiy bir inson, ko'p jafo tortgan. Mehnatlar bilan bizni paplab boqqan.